joyda Malibu 2 bilan narxi bir xil. Lekin nima uchun siz 33 ming dollarga Malibu 2 ni olishingiz kerak-ku? Nima uchun 20 ming dollardan arzoniga siz buni olishingiz kerak? Ko'p narsani gapirsam qamalib ketmang. Bu avtomobilda nemis bilan yaponiya qoni bor. Toyota Rush dvigateli hisoblanib, Xitoy avtomobillari narxi nima uchun arzon bo'ladi? Xitoy tayyor texnologiyani olib o'zlashtirgan. Bu videoni hech qanaqa reklama sifatida emas, haqiqiy mijoz sifatida qabul qiling. Misol uchun 20 ming dollar atrofida sizning pulingiz bor. Lekin variantlarda nima bor? Bittasi Tracker, Onix deysizmi? yoki BYD Chazor, Arizo. Yana nima bor? Agar zo'ri borsa, Malibu klassidagi avtomobili shu eskiroq bitta Malibuni olasiz yoki Kia'dan K5. Yana boshqa markalardan nima bor? Hech narsa. Bugun bizning O'zbekiston bozorimizda yangi qahramon paydo bo'ldi. Uni narxi 32 ming dollar. Lekin bizning O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgani uchun tasavvur qiling, 20 ming dollardan arzon bo'ldi. 20 ming dollardan arzonga siz xuddi mana shunaqa texnologiyali mashinani O'zbekiston bozorida olish, bular yolg'on gapiryapti deb fikr qilayotgandirsiz, a? Keling, bugun men sizga aynan shu qahramonni tanishtiraman, faqat haqiqiy mijoz sifatida. Bugun e'tiboringlar markazida Western BH. Asl klassi Malibu yoki siz yaqindan bilgan Kia K5 lar bilan bir xil hajm, uzunligi, kengligi va hokazo. Lekin bu modelni zamonaviyligi, narxini siz tasavvur qilishingiz uchun Onix narxida xarid qilyapsiz yoki Tracker narxida. Mashinani asosiysi mana bu bosh optikasi, ikki bosqichli. Birinchisi BLED texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bosh optika. Bu pastroqda joylashgani uchun sizga hech qanaqa tumanlik yoki qo'shimcha yoritish jihozlari umuman kerak bo'lmaydi. Oddiy misol uchun Malibuning eng katta minusi mana shu farasi teparoqda bo'lgani uchun yo'lni yaxshi yoritib berishi juda ham muammoli. Buni Malibu haydab yurgan odamlar 90% yaxshi bilishadi. Shaxsan o'zimda ham bu muammo bo'lgan. Bunga eksklyuziv yechim qilib bosh optikani pastroqga ko'chirishgan. Bu degani yorug'lik sizga maksimal tarzda yaxshi o'rinni egallagan. Ushbu elita klass avtomobili podveskasi haqida gaplashsak. Mashinani podveskasi oldi McPherson, orqasi mana Grichashka podveska 20 ming dollardan arzonroq bo'lgan hech qaysi O'zbekiston bozoridagi avtomobilda podveskasi bunaqa emas. Hammasi yarmini Grichashni yoki to'liq balkada o'tiribdi. Bu avtomobilning ikki xil komplektatsiyasi O'zbekiston bozorida sotiladi. Birinchisi 2 litrlik turbo, ikkinchisi 1,5 litrlik turbo dvigatelga ega bo'lgan komplektatsiya. Bu avtomobilimizda liftbek kuzovining ikkita plisi bor. Birinchisi oddiy sedan avtomobillarda yarim bagajniki, mana shu kuzov yarmidan ochilgani uchun katta yuk hajmiga ega bo'lgan narsalarni siz ortishingiz yoki tushirishingiz nekomfortli bo'ladi. Bunda juda ham katta joy bo'lgani uchun katta yuklarni ham sig'dirib olishingiz juda ham oson va mashinamizdan salkam 450 litr hajmga ega bo'lgan kattagina yukxonasi. Bu albatta tahsinga loyiq pluslardan bittasi. Buni hamma o'rindiqlarini shunda yotqizib olsangiz, xuddi crossoverlardek komfortni beradi. Labay aka. Bitta tepang. Ikkinchisi, liftbek kuzovidagi avtomobillarning ikkinchi eng katta plusi oddiy sedanlarga qaraganda. Bu esa clearance. Avtomobili yerdan balandligi 15,5 sm. Oddiy misol uchun aytaman, agar siz Malibuyingiz bo'ladigan bo'lsa, ma'lumot uchun u 14 sm. Bu esa 1,5 sm farq qiladi. 1,5 sm o'zi uncha narsani hal qilmaydi-ku. Voy, jinni deyishingiz mumkin. Lekin sedanda juda katta bu narsa rol o'ynaydi. Chunki orqada odamlar o'tirgandan keyin podveskaning cho'kishi bor. Sedan avtomobillari men juda ham yaxshi ko'rganim, mashina juda ham plavni yuradi. Mashinani ikki xil komplektatsiyasi bor deb aytdik.
Bu diskada, ya'ni 1,5 metrlik turbina dvigatelli versiyani diskasi 18 diametrlik bo'ladi, lekin mana shu 18 diametrlik diski menga juda ham yoqadi. Nimaga? Avtomobil podveskasi juda ham yumshoq, maza qilib yuradi. Bu modelda yuqorida aytib o'tganimdek ikki xil dvigatelli turi bor. Birinchisi 1,5, ikkinchisi 2 turbo. Keling, men sizga dvigatellari haqida bir qisqacha ma'lumot bersam. Bu avtomobilda nemis bilan yaponni qoni bor. Qanaqa qilib buni gapni olsan desangiz, aynan 1,5 metrlik turbina dvigateli Toyota Rush dvigateli hisoblanib, 1,5 turbo 169 ta ot kuchiga ega bo'lgan, ikkita stepleniyali DST korobkasi bilan jihozlangan. U DST korobkani o'zi ham bilasizlarmi? Qaysi brendga tegishli? Volkswagen. Nima uchun bu dvigatel aynan bu avtomobilga qo'yilgan? Sen qayerdan olsan bu ma'lumotlarni desangiz, bu Bestium brendi 1953-yil tashkil topgan bo'lib, Xitoydagi eng birinchi avtomobil zavodi hisoblangan. Volkswagen, Audi, GM, Mazda kompaniyalarining avtomobillarini Xitoydagi ishlab chiqaruvchisi. Xitoy avtomobillari narxi nima uchun arzon bo'ladi degan savol juda ham ko'pchilikda tug'iladi. Asosiysi, Xitoy hech qachon noldan texnologiyani o'zi yaratmagan. Tayyor texnologiyani olib o'zlashtirgan. Shuning uchun avtomobilning narxi juda ham arzon chiqadi. Misol uchun bitta dvigatelni ishlab chiqarish uchun million dollarlab xarajat qilish kerak bo'ladi, ustalarni ishlatish kerak bo'ladi, muhandislarni ishga olish kerak bo'ladi. Shuning uchun oddiy misol, mana Toyota'ning dvigateli turibdi, Volkswagen'ning korobka peredachasi turibdi. Bizning bozorda juda ham ko'p marotaba aytsa bo'ladi, bunaqa pulga siz tasavvur ham qila olmaysiz bu komfortni. Bitta qarab ko'ring. Avtomobilda 12,3 dyuymlik kaziroksiz displey, kожаный salon, multifunksional rul, joystikli управление, panorama tom, klimat kontrol, avtomatik торможение, adaptivniy cruise control, line assistant, avtopilot, buni hammasi 20 ming dollardan arzon bo'lgan avtomobilda. Mana bu kojalarini sifatini siz har bittasini ushlab ko'rib bilishingiz mumkin. Perforatsiyali o'rindiqlarida обогревательlari bo'ladi. Mana bu yerda qulay juda ham. Ruli mana bu yerda 3 bosqichli desa ham bo'ladi. Xolasangiz mana bunaqa qo'shisiz, xolasangiz bunaqa qo'shisiz, xolasangiz mana bunaqa juda ham maza. Eski B70larga qaraganda buni multimedia sistemasi butunlay o'zgargan. YouTube deysizlarmi, navigatsiya deysizlarmi, xohlagan narsalarni bunga yuklab olsanglar bo'ladi va ishlatilgan materiallar sifati, narxi arzon bo'lyapti-yu, musor bo'lsa kerak deyishinglar mumkin. Lekin mana buni qaranglar. Hamma narsasi yumshoq. Aka, menga qarang-da. Siz Malibu'ni borib, mana shu yerni bitta urib ko'ring. Yoki oddiy misol, bu yerdan keling-da. Mana shu eshik obshivkangizni yaxshilab buni ezib ko'ring yoki urib ko'ring. Qalbdan nimani aytayotganimni his qilasiz. Aytishinglar mumkin. Sen nima deysan o'zi? Kecha chiqib olib, Malibu'ning obro'yini bilasanmi, qanaqa katta-katta odamlar minyapti, haydayapti, qanaqa hayaplar bo'lyapti. Sen bu mashinani unga solishtirma deyotgan okalar. Sizlar to'g'ri aytyapsizlar bir tomondan. Buni tan olaman. Rostdan, bu avtomobil yangi, zamonaviy ko'rinishli model-da. U model bilan buni umuman solishtirib bo'lmaydi. To'g'ri, bizni miyamizda GM juda ham katta korporativ avtomobil zavodi va O'zbekistondagi eng birinchi monopolistik zavod bo'lgani uchun bizning yoshligimizdan aynan bu brendga bo'lgan mehrimiz juda ham kuchli. Lekin zamon talabi bilan raqobat, texnologiya joyida turayotgani yo'q, o'syapti. Biz ham miyamizni kalibrovkasini o'stirishimiz kerak. Tasavvur qiling, mana shu avtomobil Xitoyda Malibu 2 bilan narxi bir xil. Lekin nima uchun siz 33 ming dollarga Malibu 2 ni olishingiz kerak-ku? Nima uchun 20 ming dollardan arzoniga siz buni olishingiz kerak? Bitta kommentariyada yozib qoldirsangiz, nima uchun bu pulga bunaqa avtomobil olaman deb o'zingizlar uchun bilib olasizlar, akalar. Mana bu yerda meni bo'yim 184. Orqaga o'tirishim qanaqa bo'lyapti? Mana joylashishim. Yaxshilab o'zingizlar ko'rib olinglar. Mana bu yerda bo'yi 180 odam o'tirgan. Men endi yotib o'tiraman-da.
Shuning uchun bu yerda o'zi normalniy joy. Tak, boshim ham tegib qolayotgani yo'q. Chotki. Mana bu yerda. Yaxshi. Mashinani agar siz uy uchun, biznes uchun olsangiz ham zo'r. Mabodo taksi uchun olaman desangiz ham ancha dahshat variant bo'ladi. Chunki Malibuning rasxodi va hokazolar juda ham ko'p. Siz 20 ming dollar atrofiga baribir eski mashina olasiz. Buni bitta olasiz, baribir yangi kamida 3-4 yil bez rasxod mazza qilib minasiz. Metan deysizmi? Propan deysizmi? 100% yuradi. Men javob beraman. Xullas, ana shunaqa. Bu avtomobilni tez kunda men eksklyuziv obzorini e'tiboringizga havola etaman. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Qanaqadir savollar bo'lsa, yozib qoldirsanglar ham bo'ladi. Bu obzorni men nima uchun sizga hozir qilib beraman? Yaxshilab fikr qiling. Hozir bu avtomobillarga shartnomalar ochilgan, 2 xil komplektatsiyasiga, xohlang 1.5 turboga, xohlang 2 turboga farqi yo'q. Faqat o'zingizni miyangizdagi bor narsani birovlarning gapiga ishonib emas, o'zingizni fikringizga tayanib nimadir hal qiling. Hamma bittasi Nexia 2 legenda, hamma bitta Gentraga yetadigani yo'q, Malibudan tezi yo'q deyotganlar. Bo'ldi, bu narsani yig'ishtiringlar. O'zbekistonimiz rivojlanyapti. Biz ham xuddi shunaqa rivojlanayotgan safiga kirishimiz kerak. Mana rivojlanayotganning sifati, yangi zavodlar ochilyapti. Qatta biza ko'ruvdik. Bunaqa texnologiyali avtomobillar bizning milliy brendimiz asosida ishlab chiqarilishini. Va yana bu siz yaqindan bilgan oddiy musor mashina emas. Biza sotsak bo'lardi 30 ming dollarga bu avtomobilni. Nima uchun bu 30 ming dollarga bular sotmayapti-da? Xitoyda narxi Malibu bilan bir xil bo'lsa, Malibudan 2-3 ming dollar arzon qilsa ham bu modellar juda ham yaxshi sotiladi. Lekin nimaga buni bunaqa sotmayapti? Bitta yaxshilab o'ylab ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar negativniy fikr bildirayotgan okalar, mana shu gaplarimni yaxshilab eshitmasdan turib, nimadir yozgan bo'lsanglar, endi bu yog'i o'zingizlardan. Sog' salomat bo'linglar. Tez kunda ushbu avtomobil haqida video obzorini, yana ham batafsil ma'lumotlari bilan sizga hadya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.